muhabbat, ey go'zal iztirob, ey ko'hna dard, ey ko'hna tuyg'u, ko'kragimga qo'lingni tirab, yuragimni to'kib qo'yding-ku. Dugonajonlar, men sizlarga o'zimning sevimli shoirim Muhammad Yusufning Quyoshga qarab oqqan suv nomli kitobini tavsiya qilaman. Rahmat. Taniqli adib, xalqaro Bobur mukofoti laureati Qamchibek Kenjaning Muhabbat badali kitobini men yaxshi ko'rib o'qiyman. Siz ham o'qib ko'ring, yoqadi sizga. Rahmat. Har qancha faxr etsangiz arziydi o'zbek, balqitsan bir zotning yuksak shonida, Temurbek yulduzi oltin qoziqdek, charaqlari buyuklar kahashohida. Abdulla Oripovning Sohibqiron dramasini sizga ham o'qishingizni tavsiya etaman, juda ham qiziqarli kitob ekan. Men ham albatta o'qib ko'raman. Men O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari kitobini o'qidim. Bu kitob juda ajoyib kitob ekan. Juda ham menga yoqdi. Sizga ham o'qishni tavsiya qilaman. Bir o'qib ko'ring, yoqib qolar balki. Voy, men bu kitobning ichidagi gilam paypoq hikoyasini o'qiganman, yana bir o'qib chiqaman. Aqlni qanday ishlatish degani muvaffaqiyatli bo'lish, jamiyatda o'z o'rnini topish, yon atrofdagilar bilan esa yaxshi munosabatda bo'lish. Bu qizlar oramizda qolsin. Nigora Usmonovaning bu kitobini Nigorajon sizga tavsiya etaman.